Panama Canal to cut daily ship traffic as drought worsens from El Nino. Panama kanali ma'muriyati sentyabrdan kemalar qatnovini qisqartiradi. Bunga El Nino tabiiy ofati ta'sirida yog'ingarchilik kamayib, kanal uchun zarur bo'lgan suv zaxiralari pasaygani sabab bo'lmoqda, deya xabar berdi BBC News. 15-sentyabrdan kanal orqali bir sutkada 32 ta kema o'tkaziladi. Hozir bu ko'rsatkich 36 tani tashkil etadi. Yangi cheklovlar 3-sentyabrdan boshlab bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Kanal ma'muriyati qaror suv zaxiralarini tejash va aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun qabul qilinganligini bildirgan. Markaziy Amerikada yomg'irli mavsum boshlanganiga qaramay, kanal havzasida suv yetishmovchiligi saqlanib qolmoqda. Ma'muriyat tranzit qatnovini uzoq muddat davom ettirish uchun qo'shimcha choralar zarurligini qayd etgan. Panama kanali Atlantika va Tinch okeanlarini bog'laydigan eng muhim suv yo'llaridan biri hisoblanadi. Undan yiliga qariyb 14 mingta kema foydalanadi. Kanal Panama iqtisodiyotiga har yili taxminan 3 milliard dollar daromad keltiradi. Cheklovlar global yuk tashuvlariga ham qo'shimcha bosim qilishi mumkin. 2023-yilda ham El Nino fonida Panama kanali orqali o'tadigan kemalar soni qisqartirilgan edi. O'sha yili mamlakatda 1950-yildan buyon kuzatilgan eng qurg'oqchil oktyabr qayd etilgan. Shundan keyin kanal ma'muriyati suv sarfini kamaytirish bo'yicha bir qator choralarni joriy qilgan. Mutaxassislar hozirgi El Nino kuzatuvlar tarixidagi eng kuchli hodisalardan biriga aylanishi mumkinligini aytmoqda. Bu ob-havo, oziq-ovqat yetkazib berish va global iqtisodiy faoliyatga ham ta'sir qilishi mumkin. 2026-yil may oyida Tinch okeanida yangi El Nino shakllanishining dastlabki aniq belgilari qayd etilgan edi. Mutaxassislar bu jarayon global haroratning yana oshishi va ekstremal ob-havo hodisalarining kuchayishiga olib kelishi mumkinligini bildirishgan. Iyun oyida esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti El Nino ta'sirida Markaziy Osiyoda yog'ingarchilik me'yoridan yuqori bo'lishi mumkinligini ogohlantirdi. Avgust oyida kuchli El Nino 2027-yil oxirigacha qariyb 49 million kishini o'tkir oziq-ovqat tanqisligiga duchor qilishi mumkinligi ma'lum qilindi. Juda kuchli El Nino, ya'ni harorat ko'tarilib, issiq iqlim yuz berishi ehtimoli 81% deb baholangan.